Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari boshchiligidagi ishchi guruh Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ldi. U yerdagi ma'naviy ma'rifiy muhit, ayni yo'nalishda qilingan ishlar, mavjud muammolar yuzasidan o'rganishlar olib borildi. Nukus davlat pedagogika institutida rahbar va yoshlar muloqoti tashkil qilindi. Rahbar va yoshlar uchrashuvi savol-javobga boy, samarali o'tdi. Uchrashuvda ta'kidlandiki, Qoraqalpoq yoshlari ilmga chanqoq, intiluvchan va izlanuvchan. Ularning aksari jahonning nufuzli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olmoqda. Aytildiki, ertaning qanday bo'lishi yoshlarning egallagan bilimi va tafakkuriga bog'liq. Shu ma'noda kelajak egalari o'qib o'rganishdan oqsamay, yuksak marralarni zabt etishga intilishi istiqbolni belgilaydi. Uchrashuv davomida xorijiy davlatlarda tahsil olayotgan Qoraqalpoq yoshlari bilan onlayn muloqot ham tashkil etildi. Albatta, har bir insonning bir sol umr davomida sol жетістікке erishishunda bir narsa turtki bo'ladi. Bu uchrashuvning bir kulminatsion vaqti desam de bo'ladi. Ya'ni sol chet elda o'qib o'tirgan, ta'lim olib o'tirgan bizning zamondoshlarimiz, ayni Qoraqalpoq yoshlari bilan biz bu yerda suhbatlashdik. Ayni ular chet eldagi sol ta'lim sistemasi qay darajada ham mamlakatimiz ularga qanday bir e'tibor qaratilib o'tirganligi haqida bir to'lqinlanib so'zlab o'zlari bir so'z etdi. Demak, albatta men o'ylayman, bu yerda uchrashib o'tirgan sol ko'plagan bitkiruvchi kurslar bundan bir o'zini motivatsiya oldi desam bo'ladi. Muloqot davomida yoshlar har bir daqiqadan unumli foydalanish, vaqtni behuda sarflamaslik, iqtidorni to'g'ri yo'naltirish sirlaridan voqif etildi. Tadbir doirasida Ajniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti talaba yoshlarining ijodiy ishlaridan iborat ko'rgazma ham tashkil etildi. Hunarmandchilik namunalari, Qoraqalpoq elining go'zal kashtalari, ijro etilgan kuy-qo'shiqlar ishtirokchilarga iliq kayfiyat ulashdi.